O'zlarini tomosha qilib bo'ldik. Endi kasblarini eshitamiz. Bilan qochligingni ko'rsatasan, ey. Qanaqa odamsan, ey? Normal intervyu qilgin. Kasblar haqida so'ra. Gapiring. Mani yo'nalishim lifestyle. Ertalabdan soat 6 da turaman. Keyin badan tarbiya bilan shug'ullanaman. Это значит зарядка, fizaryadka. Keyin yoga bilan shug'ullanaman. O, ana. Undan keyin здоровый питание, muvozanatni saqlash uchun to'g'ri pitание qilaman. Bu darmayetku bu. Nigoraxon, jaydarroq qilib gaplashmasangiz boru, buni tushuntirmasangiz. Bu xomkallasi bunaqa gaplarni tushunmaydi. O'zing eshityapsanmi? Ertalab 6 da turar ekan. Qanaqa u hayot? Men endi uyga kelaman 6 da. Sen shunaqasan. Sen bilan bularni osmon bilan yercha farqlari bor. Bir xilmiz. U ham odam, men ham odam. Nima farqimiz bor? O'zing o'ylab ko'r. Endi kayt tarqab, endi kirib kelayotgan bo'laman u paytda. Endi o'qilayman. Sandakalar shunaqa bo'ladi. Normal odam ertalab turadi. Masalan, menga yoqdi. Davom eting. Xullas, nonushtadan keyin suzishga boraman. Suzishdan kelib, ozgincha kitob o'qiyman. Undan keyin parkka, toza havoga sayrga chiqaman. Keyin albatta robot emasmiz-ku, ozgincha dam olaman. Eshityapsanmi? G'ir darmayet bu.